Kamolboy Alimboyev 14 yoshda Nukus shahridan tashrif buyurgan. Maktabda a'lo baholarga o'qiydi. Kelajakda san'at sohasining yetuk mutaxassisi bo'lish orzusida. Mana hozir siz yosh bo'lishingizga qaramasdan shunday yaxshi iqtidoringiz bor ekan. Rahmat. Mana sozni ham chiroyli o'zingiz jo'rnovoz bo'lib birgalikda ijro qildingiz. Meni javobim ha. Rahmat. Bu ovoz tabiatdan berilgan narsa, uni asrash kerak. Lekin hozirgi ijroyingizga ha, zo'r va rahmat. Barakalloh. Rahmat. Mani javobim ha. Men ham ha deb javob beraman. Biz bundan boshqa hayqiriqlarsiz sizni kutib ola olmasdik. Chunki birinchidan teleshouimizdagi yakka yagona bitta baxsh yigit sizsiz.
Tabriklaymiz. 4 ta ha. Bravo. Rahmat yigitlar, rahmat qo'llab-quvvatlaganlar uchun. Aytingchi, nima uchun aynan mana shu yo'nalishni tanlagansiz? Qiziqish bormi? Kimdir baxshlar bormi? O'zimning atamda, ya'ni papamning papasida Ahmet Baxsi degan bo'lganda, keyin 4 yoshimdan boshlab o'zim dutorga qiziquvim sababli 2011-yili meni Nukus qalasi Ahmet Baxsi atındagi bolalar muzika ham ko'rkam hunar maktabini milliy saz bo'limini dutor asbobini ta'limga berdi. Siz 4 yoshdan dutor chalganman demoqchimisiz bu gapingiz bilan yoki shunchaki qiziqish boshlanganmi? Qiziquvim boshlangan. Lekin maktabga kirgandan keyin musiqa maktabida chuqur o'rgana boshlagansiz. Siz arziguli 4 ta haga ega bo'ldingiz va ikkinchi turga o'tdingiz. Tabriklaymiz. Omad.